Alo. Da, eshitaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Umarov Me'morshula otajonimiz siz bo'lasizmi? Xuddi shunday. Yaxshimisiz, sog' salomat yuribsizmi? Kuningiz xayrli bo'lsin. Rahmat. Biz sizga Telegram ijtimoiy tarmog'ida o'z faoliyatini olib borayotgan mingdan ortiq kuzatuvchilariga ega bo'lgan tabriklar yomg'iri loyihasidan bezovta qilyapmiz. Siz bilan g'oyibona suhbat qurayotgan men boshlovchi Muborakxon bo'laman. Rahmat. Suhbat qurib kirganimizdan bag'oyatda mamnunman otajon. Mana xuddi shunday. Mana bugungi shunday chiroyli kunning sohibi ekansiz. Shu munosabat bilan sizni chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Ishlaringiz rivojini, orzularingiz ro'yobini, Allohimning salomini, Qur'onning nurini, qalbingiz iymonga, uyingiz quvonchga, yuzingiz nurga, kuningiz esa xayrli va solih amallarga to'la bo'lishini Allohimdan so'rab qolamiz. Rasulimizning chinakam do'st bo'lish sizni bizga nasib ro'z aylasin deymiz otajonim. Rahmat singlim. Minnatdorman. Bilasizmi, otajonim, bizning loyiha oddiy loyiha emas. Bu loyihaga ko'nglida mehr, muhabbat, ilm-olim, doimo yaxshiliklar ulashadigan insonlar, sizni juda ham yaxshi ko'radigan insonlar murojaat qila olishadi. Otajonim, Allohning suygan bandalari qatorida ekansiz, yaqinlaringiz, jonga yaqin jondoshlaringiz sizga murojaat qilishgan. Kim va qaysi yaqiningiz murojaat qilgan bo'lishlari mumkin? Kim qaysi yaqiningizdan kelgan deb o'ylaysiz? Voqealar hech kimligini bilolmay turmanda. Taxmin qilib ko'rasizmi bir? Bilmadim. Aytavering. Yaqinlaringiz ko'p. Ular sizni jigarlarim, yuvoldilar. Bo'lishi mumkin, farzandlarim, kelinlar birortasi mumkin bo'lishi mumkin. Xo'p, otajonim, sizni uncha qiynamagan holda o'zim aytaman. O'zim istam beraman. Mening eng mehribon, eng oqko'ngil insonim deya o'g'lingiz Sobjon, kelinjon qizingiz Rayhonaxon va danagidan mag'zi shirin bo'lgan nebarajonlaringiz Abubakr va Abubakirlardan kelgan maktub. Kutganmidingiz otajonim? Ertalab o'zlari ham og'izlari bilan tabrik qildilar, chiroyligina qilib telefon bilan gaplashdik, tabrik qildilar. Buvajon, sizni yaxshi ko'ramiz deb. Rahmat. Sizga ham rahmat otajonim. Hurmat, izzat uchun. Unda men o'g'lingizdan kelgan maktub xatini o'qib eshittirsam maylimi? Vaqtingiz Bemalol eshitamiz. Minnatdorman. Yonimdasiz, har on sizdadam. Tashvishlarga qalqonsiz dadam. Dunyoda yo'q siz kabi odam, buncha yaxshi insonsiz dadam. Sizning kabi yashagim kelar, sizga jonim to'shagim kelar. Doim sizga o'xshagim kelar, buncha yaxshi insonsiz dadam. O'zingizni o'ylamay eysiz, doim bizni g'amimiz yeysiz, bolam mendan zo'r bo'lgan deysiz, buncha yaxshi insonsiz dadam. Assalomu alaykum, hurmat cheksizam. Qo'shimizda Parvonam, jonim, mehribonimiz, har qanday vaziyatda biz uchun jonini ayamaydigan insonimiz, mehribon, g'amxo'rim dadajonim. Bugungi tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Bugun quvonchli va unutilmas kunda sizning tug'ilgan kuningiz munosabati bilan sizni chin yurakdan tabriklaymiz. Sizning sabr-toqatingiz, donishmandligingiz va mehringiz biz farzandlar uchun doim nurli yo'l bo'lib xizmat qiladi. Hayotimda eng katta boyligim bu sizdek oqil, halol va mehnatkash otaga ega bo'lishimdir. Sizning har bir maslahatlaringiz, har bir mehrli so'zingiz qalbimda iz qoldiradi. Sizga sog'lik, salomatlik, uzun umr, tinchlik, xotirjamlik va har doim kulib yuradigan baxtli kunlar tilayman.
har bir tongingiz quvonch bilan boshlansin u har bir kechangiz rohat farog'at bilan yakun topsin. Dilingizdagi ezgu niyatlar ijobat bo'lsin va bardavom bo'lsin. Onajonim bilan jannatgacha va jannatlarda ham birga bo'lishingizni xohlaymiz. Dadajonim, sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Biz nabirajonlaringiz va kelinjoningiz Rayhonxon sizni juda ham yaxshi ko'ramiz va sog'inamiz. Hech qachon hech kimga havas qilmadim. Qaniydi bu mening dadam bo'lsaydi demadim. Chunki siz dadalar ichida eng yaxshi dadasiz. Balki men siz uchun eng yaxshi o'g'il emasdirman, lekin siz dadalar ichida eng yaxshi, eng zo'r dadasiz. Borligingiz uchun, sizday dadani menga Allohim ravo ko'rgani uchun Allohimga hamdlar aytaman. Omonat dunyoda omon bo'ling ilohim. Allohim har bir qilayotgan xayrli ishingizdan, bosgan har bir qadamingizdan rozi bo'lsin. Jismingizga sog'lik, qalb olamingizga xotirjamlik tilayman. Dadajonim, bilib bilmay shu paytgacha bo'lalik, sho'xlik qilib, sizni xafa qilib qo'ygan bo'lsam, kechirim so'rayman. Biz farzandlaringizni kechiring. Biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Mana shunday solih farzandlar bo'lib ulg'ayotgan nevarajonlaringizni va biz farzandlaringizni baxt kamolini ko'rib yuring. Onajonim bilan Makkatillolarga borish nasib ro'z aylasin inshaalloh. Ming shukr, boshimni silagan taqdir. Jannatim, davlatim yonimda axir. Kim qanday tushunar baxtni bilmadim. Men uchun otamning borligi baxtdir. Birovlar maqtanar boyligi bilan, yo shahar, yo qishloq joyligi bilan, bizni boqqan halol oyligi bilan men uchun otamning borligi baxtdir. Bolam deb, chaqam deb borini bergan, mehnatdan qochmagan, rizqini tergan, ro'zg'orim kamini butlay deb yurgan men uchun otamning borligi baxtdir. Omadim kulgan gar duosi bilan, o'ziga qaramas, bizlarga qarab tilagim umrini uzoq qil yo Rab, men uchun otamning borligi baxtdir. Farzandlar baxtini ko'ring otajon, doimo sog' omon yuring otajon, bu dunyo turguncha turing otajon. Men uchun, biz uchun, hammamiz uchun sizni borligingiz baxtdir dadajon. deya maktub xatlariga yakun yasaganlar qabul qilib olasiz otajonim. Rahmat, juda xursand bo'ldim. Ertalardan beri jigarlarim, farzandlarim, hammalari ana bu radiodan boshqa joydan tabrik qilib turibdilar. Suqrobjon kelin bilan qo'sha qarisin, Abu Bakrjon bilan Muhammadjonlarni yaxshi kunlarni ko'rsinlar. Doimo sog' va omon bo'lsinlar. Hammalarni ishlariga rivoj tilayman. Xudojonim oq yo'l bersin, ishlariga omad bersin. Ishlariga, tadbirkorligiga doimo shuni yaxshi kunni ko'rishmagan nasib qilsin. Sizga bir savol bilan yuzlansam maylimi otajon? Marhamat, eshitaman. Kelinjon qizingiz va o'g'lingiz bilan birga eng baxtli bo'lgan kunlaringiz qaysi? Birga o'tgan. Albatta, baxtli kunlarimiz juda ko'p. Qay birini aytishga hayronman. Maşallah. Baxtli insonsiz otajonim. O'zlardan albatta. Allohim suygan eng suyukli bandalaridan qatorlasiz. Rahmat singlim. Shunchaki gap so'zlarni eshitib, chiroyli tabriklar uchun sizga katta rahmat aytaman. Sizga ham rahmat. Ko'nglingizni shod qilganimizdan biz ham xursandmiz. Ana shu kelinjon qizingiz va Suqrobjon o'g'lingiz va nabirajonlaringiz boshiga sog' salomat bo'lib yuringlar inshaalloh. Jannat doim aytganingiz kelsin. Maşallah. Jannatning 8 darvozasi ochiqligini tilayman sizlarga. Ro'zg'oringizga baraka, tanajoningizni sog'lik tark etmasin inshaalloh. Farzandlaringiz o'ynab kulsin. Keksalarga rohat, boylarga insof, faqirlarga esa sabr, toqat tilaymiz. Rahmat, e'tiborsiz. Inshaalloh. Bunaqa tug'ilgan kunlarning ko'pini ko'ring. Yanagi safar telefon qilganimizda Makkatillolardan bizga murojaat qilish sizga nasib ro'zaydi. Ilohim aytganingiz kelsin, ilohim aytganingiz kelsin. Ilohim, mashallah. Tabriklaymiz yana bir bor. Yaxshi o'tkazing tug'ilgan kunlarni. Tanishganimizdan juda ham xursandmiz. Rahmat, sog' bo'ling. Sizga katta rahmat. Sog' bo'ling.
Dada sizni yaxshi ko'raman, buni ko'p ham ayta olmayman. Dada sizni yaxshi bilaman, ko'z yoshimni ko'rsatolmayman. Kuchsizlikka yo'ymang otam, ko'ngli bo'sh deb qo'ymang otam. Qalbimdagi mehrimga so'z bersam hech ham chiday olmayman. Qorlari osmonim, salobati omonim, otajonim, otajonim. Sizda shikoyat yo'q. Lekin tizimoyingiz yaxshi bilasiz. Yuzaga kelgan vaziyatni inobatga olmasak bo'lmaydi. Albatta o'rtoq boshliq, men hammasini tushunaman. Siz xafa bo'lmang. Hali hayot oldinda. Dadajonim ey, otajonim ey. Meni ham akam qamalganida ishdan bo'shatishgan. Karyeramni endi parvozida sindirishdi. Ishdan ham, hayotdan ham ko'nglim sovib ketgan o'rtoq. Bolalikdan qahramonimsiz, qirolimsiz, podshohimsiz. Bir nigohi yetar bo'lgan ustozim ham muallimsiz. Dada sizni yaxshi ko'raman, buni ko'p ham ayta olmayman. Qalbimdagi mehrimga so'z bersam hech ham chiday olmayman. Qorlari osmonim, salobati omonim, otajonim, otajon. Qorlari osmonim, salobati omonim, otajonim, otajon. Dadajonim ey, otajonim ey.